Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. DeepSeek hükümet organlarında çeklenişki başladı. Xitayning sun'iy aql supisi DeepSeekning bexatarlik xavfi sababli Amerikaning New York shtatidagi hukumat uskunlarida mazkur detalni ishiltish rasmiy cheklandi. Milliyet gazetining 11 fevral xabar qilishicha, New York shtat boshlig'i Casey Hochul bu haqda e'lon qilgan bayonotida shtatlik hukumat xodimlarining DeepSeek detalini hukumat organlariga tava uskunalar va supalarga tushirishi cheklanganligini e'lon qilgan. Casey Hochul bayonotida DeepSeekda ishlatuvchining uchurlarini to'plash va texnikalik sirlarga erishib olish xavfining mavjud ekanligini, ommaviy bexatarlik o'zining oldingi vazifasi ekanligini, New York aholilarini ham chet ellik ham yerlik tahdidlardan qo'g'dash uchun davomli tirishadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan hafta palata a'zolaridan demokratchi Josh Gottheimer bilan Cumhuriyetçi Darren Lahot DeepSeekning hukumatga tava uskunlarida ishlatilishini cheklash uchun qonun loyihasi sungan. Xitoyda Huanfang kapitalining qo'llashiga erishgan DeepSeek boshqa sun'iy aql shirkatlariga selishtirganda to'van baho va oz o'zak ishiltib yasab chiqqan uchiq manbalik yangi modeli DeepSeek R1 ni 20 yanvar bozorga solgan va qisqa vaqt ichida dunyo bo'yicha keng ko'lamda ishlatilishga boshlagan. Mazkur sun'iy aql detali ChatGPT'ni besib tushib, eng ko'p tushirilgan sun'iy aql detaliga aylangan. Ammo DeepSeekning ishlatuvchining uchurlarini to'plash va texnikalik sirlarni o'g'irlash mashg'ulotlari andisha qo'zg'amoqda. Xitoy Dalay Lamani da'vosidan voz kechishga chaqirdi. Xitoy rejimi Dalay Lamani Xitoyga bo'ysunib atalmish to'g'ri yo'lga qaytishni umid qilganligi haqida jar solgan bo'lib, Tibet surgundi hukumati Xitoyning qo'ygan shartlarini rad qilgan. Amerika ovozining 10 fevral xabar qilishicha, Xitoy rejimi Tibetning ma'naviy dohisi Dalay Lamaning kelajagini muzokara qilishga ochiq pozitsiyada ekanligi, ammo bu Nobel tinchlik mukofoti sohibining ma'lum shartlarni o'rinlashi va atalmish to'g'ri yo'lga qaytishi kerakligi, atalmish vatanni parchalash maydonidan voz kechishi kerakligi haqida jar solgan. Biroq bu taklif Tibet surgundi hukumati amaldorlarining darhol rad qilishiga uchragan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jakun 10 fevral o'tkazilgan axborot yig'inida yuqorqi iboralarni takrorlagan bo'lib, uning bu so'zlari muxbirlarning Tibet surgundi hukumatining sobiq raisi Jalo Dondopning 8 fevral Hindistonning G'arbiy Bengal o'lkasidagi uyida vafot bo'lganligi to'g'risidagi savoliga javoban o'tirg'a qo'yilgan. 97 yaşida vafot bo'lgan Jalo Dondop ilgari ko'p qatim Dalay Lamaning g'ayri-rasmiy alohida vakili sifatida Xitoy rejimi bilan dialog va suhbat o'tkazgan bo'lib, Xitoyning burunqi raisi Deng Xiaoping bilan ko'rishgan. U yana Amerika, Hindiston qatorliq davlatlarning Tibet da'vosini kuchli qo'llashini ilgari surishda asosli rol o'ynagan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 7-oyda 90 yoshga kiradigan Dalay Lama 1959-yili Tibet xalqining Xitoy rejimiga qarshi qo'zg'algan mag'lub bo'lgandan keyin Hindistonga qochib ketgan va Hindistonning Dharamsala shahrida Tibet surgundi hukumatini qurgan. Dalay Lama hayotining oxirgi mezgilida Tibetga qaytish orzusini ko'p qatim bildirgan. Xitoy Yaponiya bosh elchisiga norozilik bildirdi. Xitoy Yaponiyaning Xitoyda turishliq bosh elchisini ministerlikka chaqirib norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rining 10 fevral xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Osiyo bo'limining boshlig'i Liu Jinsong Yaponiyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi bilan ko'rishib, yaqinda Yaponiya Amerika rahbarlari suhbatida e'lon qilingan Yaponiya Amerika qo'shma bayonotidagi Xitoyga qarshi mazmunlarga qarata noroziligini o'tirg'a qo'ygan. Xabar qilinishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi shu kuni bayonotida Amerika bilan Yaponiyaning Xitoyga munosabatlik bayonotlariga qattiq norozi ekanligini, ikki tarafning maydoniga qat'iy qarshi turadiganligini da'vo qilgan.
Yaponiya bosh vaziri Shigeru Ishiba o'tgan hafta Washingtonga ziyoratga borgan bo'lib, juma kuni Oqsaroyda prezident Donald Trump bilan tunji qatimliq yuqori darajaliklar yig'ini o'tkazgan edi. Ikki taraf yig'indan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida Xitoyning Sharqi dengizdagi vaziyatni o'zgartirish urinishiga qat'iy qarshi turadiganligini, shundaqla Xitoyning Janubiy dengizdagi qonunsiz egilik huquq talabi, harbiylashtirish harakatlari va tahdid quturtish faoliyatlariga qarshi turadiganligini bildirgan edi. İki rahbar yana Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini saqlashning muhimligini hamda Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishini qo'llaydiganligini ta'kidlagan edi. Misr arab davlatlarining Trumpning G'azza planini rad qilganligini bildirdi. Misr hukumati Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubioga arab davlatlarining Trumpning G'azza planini rad qilganligini bildirgan. Yaponiya iqtisod gazeti Osiyo bo'limining 11 fevral xabar qilishicha, Misr tashqi ishlar ministri Badr Abdullah Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubioga arab davlatlarining prezident Donald Trumpning falastinliklarni G'azza rayonidan surgun qilish to'g'risidagi planini rad qilganligini bildirgan. Washingtonda o'tkazilgan yig'inda Badr Abdullah falastinliklarning bu rayonda qilish sharti ostida G'azzani qayta qurishning zarurligini ta'kidlagan. Amerika tashqi ishlar ministrligi G'azzani boshqarishning va bexatarlik jihatdagi hamkorlikning muhimligini ta'kidlagan. Marco Rubio Hamasning G'azzani boshqarmasligi yoki Isroiliyaga tahdid paydo qilmasligi kerakligini ta'kidlagan. Badr Abdullah yana yangi Amerika hukumati bilan rayonda tinchlik o'rnatish uchun hamkorlashish istigini bildirgan. Bildirilishicha, Trumpning Misr va Iordaniyaning falastinliklarni qabul qilishi to'g'risidagi taklifi Falastin rahbarligi va qo'shni arab davlatlarining qattiq qarshiligiga uchragan. Trumpning plani irqiy tozalash andisini keltirib chiqaradiganligi bildirilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 2023-yil 10-oydan boshlangan urush natijasida Isroiliyaning harbiy harakati G'azza rayonidagi xalqning ig'ir talobatga uchrashi va yurt makonidan ayrilib qolishiga sabab bo'lgan. Trump Hamasga eng oxirgi ultimatum topshirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Falastin Islomiy qarshilik ko'rsatish tashkiloti Hamasga oxirgi ultimatum topshirib, asirlarni to'liq qo'yib berishni talab qilgan. Muxbirlar Trumpdan mazkur ultimatumda agar mushu shanba tushdan burun G'azzadagi barliq isroiliyalik asirlar qo'yib berilmasa, do'zaxga aylandi degan iboraning qanday ma'nosi borligini so'ragan bo'lib, Trump javobining beshida "Sizlar bilasizlar, Hamasmi mening nima demoqchi bo'lganligimni biladi" deb javob bergan. U orqadan yana urush to'xtatishni oxirlashtirishni Isroiliya qaror qiladiganligini, ammo agar asirlar uning belgilagan vaqtidan burun qo'yib berilmasa, kelishimni bekor qilishni muvofiq deb qaraydiganligini bildirgan. Trump dushanba kuni Oqsaroyda ijroiya buyrug'iga imzo qo'yish jarayonida asirlar suhbati haqida fikr bayon qilgan. Bildirilishicha, Hamas dushanba kuni shanba kuni ishga oshirmoqchi bo'lgan keyingi qatimliq asirlarni qo'yib berish vaqtining kechiktirilganligini bildirgan. Hamas bayonotchisi Isroiliyaning havo hujumi orqali G'azzadagi falastinliklarni nishonga olganligi va urush to'xtatish kelishimini buzganligini ayblagan. Hamasning qurolli qismi Qassam brigadasining bayonotchisi Abu Ubayda Isroiliyaning kelishimga xiloflik qilish harakati yer makonidan ayrilib qolgan falastinliklarning G'azzaning shimoliga qaytishiga yo'l qo'yishning kechiktirilishi, ularga qaratilgan havo hujumi va o'q chiqarish, shundaqla kelishim bo'yicha kishilik huquq yordamining G'azzaga kirishini cheklashni o'z ichiga oladi degan. Isroiliya mudofaa ministri Isroil Katz Hamasning keyingi qatimliq asirlarni qo'yib berish planini kechiktirishining urush to'xtatish kelishimiga butunlay xilof ekanligini bildirgan. U yana Isroiliya qo'shiniga eng yuqori hushyorlik holatini saqlashni buyurgan. Ma'lum bo'lishicha, Hamas bayonotchisi Abu Ubayda 15 fevralda ishga oshirish planlangan asir almashtirish harakatining Isroiliya o'z majburiyatlariga rioya qilg'uchi kechiktirilganligini bildirgan. U bayonotining oxirida yana Isroiliya urush to'xtatish kelishimining moddalariga rioya qilsa, o'zlarining shunday qiladiganligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.